ئەسسالامۇ قىرىنداشلار, JavaScript'in asas yürüşlük dərsimizə xoş gəlibsiz. Bu qismlik bizdə 16-cı qismlik dərs. Biz bu qismlik dərsimizdə query selector'dan asas üzə biriz. Çünki gerçi bu yürüşlük dərsimiz JavaScript'in asası olsunmu, biz azıraq bunun münasibətli olan HTML və CSS'dən azıraq sözləb bərgən və bunun davamı yaqında bu JavaScript ilə münasibətli query selector'dan sözləyimiz. Hem query selector degan nima o deganda, query degan manda sual yoki maslahat, sual degandek ma'nosi bor, selector degan tanlag'ich, lekin tarjima qilmaymiz. Amallar shunday ishlaydi. Query selector deymiz. Endi bu query selector degan nima desanglar, element ko'rinmaydigan metodi. Ya'ni to'rbet yuzininki qanda, elementining metodi. Biz mush query selectordan qanda on element degan parent element shu. On elementdan qanda avlodlarga o'zining keyingi masalan bal elementlar bor. Mushuning CSS tanlag'ich yoki CSS tanlag'ich to'pig'i mos keladigan birinchi elementini tepish qanda yordam qildi. Unda biz buni men amaliy misol bilan ko'rsatib qalam to'rini açsaq, men bu kod qalamni qanday aytishni men ikkinchi qismlik darsimizda so'zlagan, buni bilmayli bo'lsa shundan ko'rib olsangiz bo'ldi. Ham ikkinchi qismda qanday kod qalamda biz oddiy bir HTML yozaylik. Men bu orqali qanday bek murakkablashtirib o'tmoqchi emas, bu biz bir to'rbetda aylamaymiz buningda, faqat oddiy qismi shu JavaScript'ninki query selector metodining metodini sizlarga tushuntirmoqchiman. Oddiylam. Odatda HTMLning oddiy HTML yozishni so'zlab o'tgan burun darslarda. Shuning 3-darsmi, 4-darsmi? Bir ko'rib olsanglar bo'ldi. Avval qanday yozdik? Biz bu uyg'urcha nima qoldi? Ündash cho'qim document type'ni qanday belgilaymiz? HTML. Ana degan qanday HTML yanto siziq HTML. Endi mushning ichiga biz nima yozamiz? HTML kod yozamiz. Hozir men faqat body ni yozay. Body. Endi bu bodyning ichiga bir mavzu yozay header şekilde. H1. Bu elementining yozmoqchi bo'lgan bu mavzuning men qanday bir xosligini belgilay. Bu xoslik qanday elementini. Odat xoslik kimlik, ID, class deb bir qancha xoslik, uni men pek murakkablashtirmay, faqat shu ID deblam, shuning nomeri, kimlik nomeri deblam belgilay. Buni qanday ID nomerini san olsun bo'ldi. Ben qanday qilay deganda header de, chunki bu header ning bo'lgan ekan. Okay. Shunday shaklda. Bu yapıldı. Endi men header ni yapsaq. Masalan, bir narsa chiqmadi shunaqa. Endi mushu birinchi biz amaliyotda buni qurib oldik. Mavzuni header 1 ni, mush body ning ichiga. Buni qanday yozamiz deganda JavaScript'ning kodidan biz qanday topimiz bununkini aytsak, mush birinchi elementi qo'ydi mana bu elementninki. Mana bodyning birinchi elementi qanday headerning ID ni biz header deb belgiladik. Mushni qanday topimiz deganda mush query selector'dan foydalanib topimiz. Masalan, mana shu header deb ismini shunday qo'yay. Query selector'ni document query selector deb olamiz. Buning ichidan qanday hashtag nim deb olgan bo'lsak, header mishaga ID ga yoki nim deb olgan bo'lsak, shu pet olamiz. Hamda biz buni ham o'zgartimiz, men topdi hozir mana bu. Buni kirgizgandan keyin hamda biz mush header ga qanday inner HTML orqali qanday bir narsa yozamiz. Masalan, mana yoziladi, qarang so'lga. Salom dunyo deb. Bu biz qanday shu HTML orqali nima query selector avval mushning tipi, mushning ID'sini, mush elementining header'ninki
Biz şundan arqılı qanday qilamiz? Mush nimani o'zgartiryapmiz.